Nodirjon Abdullaxotovning Qadimgi arxiv tarixidan nomli kitobi kitobxonlarimiz uchun kutubxonaga sovg'a qilindi. Ushbu kitobimiz 520 betdan iborat bo'lib, Quvasoy shahri arxiv qishlog'ining uzoq o'tmishi va undagi mavjud arxeolog yodgorliklari, arsivlik avliyolar haqida hikoya qiladi. Qolaversa, mazkur kitobda Turkiston xalqlarining qadimgi tarixiga doir qimmatli ma'lumotlarning keltirilishi ham tariximiz kitobxonlariga munosib tuhfadir. Beixtiyor xalqimiz boy tarixiga, o'ziga xos takrorlanmas madaniyatga ega ekanligiga amin bo'lamiz. Har qaysi qishloq, mahalla yoki ko'cha o'z tarixiga, o'z o'tmishiga ega. Shu jumladan ushbu kitobimizda biz bilmagan tarix, arxiv atamasi haqida, arxivning tosh davri topilmalari, yodgorliklari, qadimgi qabrlar va qadimgi masjidlari, arxivlik avliyolari hamda xotirjam mozor ziyoratgohlari haqida ma'lumotlar berilgan. Qadimdan har bir yozilgan va yozilajak kitoblari dili pok, ezgu niyatli insonlarning yaqindan ko'makli tufayli dunyo yuzini ko'rgan. So'zimiz nihoyasida biz ham ushbu kitobni kitobxonlarga o'qish uchun tavsiya etamiz.